AQSh dunyoning eng yirik meva-sabzavot import qiluvchi mamlakatlardan biri hisoblanadi. Har yili bu davlatga milliardlab dollarlik mahsulot kiradi va O'zbekiston eksportchilari uchun ham bu juda katta imkoniyat. Lekin siz mahsulotingizni AQShga muammossiz va to'siqsiz kirib borishi uchun nimalarga alohida e'tibor qaratishingiz kerak? Bu savolimizga mutaxassisdan javob olamiz. Eng birinchi navbatda AQSh karantin xizmatining talablarini chuqur o'rganish zarur. Aynan shu talablarni o'rganish orqali siz mahsulotingizni ortiqcha to'siqlarsiz eksport qilishingiz mumkin. Buning uchun esa rasmiy sayt ham mavjud. Ushbu sayt orqali nimalarni bilish mumkin? Bular fitosanitar sertifikatlar va ruxsatnomalar to'g'risida ma'lumotlar, hadoplash va markirovka qoidalari, mahsulotga belgilangan karantin qoidalari, shuningdek, ayrim mahsulotlarga qo'yilgan cheklovlar va taqiqlar to'g'risida bilib olishingiz mumkin. Unutmang, eksport jarayonlarida faqat rasmiy manbalarga tayangan holda ish ko'ring. Shunda siz o'z vaqtingizni va naqdingizni tejab qolasiz va mahsulotingizni samarali va xavfsiz tarzda eksport qilish imkoniga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, eksportchilarimiz uchun bir nechta tavsiyalarimiz bor. Sertifikatlarni oxirgi muddatgacha emas, balki oldindan tayyorlab qo'ying. Hadoplashda xalqaro talablarga mos materiallardan foydalaning. Mahsulot sifatini doimiy nazorat qilib boring va shuningdek, AQShdagi importyor korxona bilan doimiy aloqada bo'lib boring.